Assalomu alaykum Rich Race kanali obunachilari, sizlar bilan Decodex. Hop. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan formulamiz, birato'lasi ikkita formula ko'rib chiqamiz sizlar bilan Xudo xolasa. Birinchisi Trend Decoder 9, ikkinchisi kod 618. Bu ikkita formula ham sizlarga bozorda bemalol aniq take profit, aniq stop loss bilan ishlashingizga yordam beradi. Entry pointlaring ham 100% aniq bo'ladi. Hop. Bozorda umumiy holatdan kelib chiqib bu ikkala formulani sizlar yaxshi o'zlashtirganingizda, umumiy bozorda 100% backtest qilib chiqqaningizda sizlarga juda ham katta foyda beradi. Nimaga? Umuman trend liniya chizib o'tirishingizga hojat yo'q. Kiradigan nuqtalarni aniq bilasizlar, aniq confirmation ola olasizlar. Hop. Boshlanishi biza tanladik. Trend Decoder 9 bilan kod 618 ni birga sizlarga taqdim qilishdi. Bundan keyingi formulalar bulardan ham qiziqroq bo'ladi Xudo xolasa. Barcha o'sha jamiki bizlarda barcha avtorskiy strategiyalarimiz, WDGAN strategiyalari, Ichimoku strategiyalarini, sekretlarini birin-ketin sizlar bilan ko'rib chiqishni boshlaymiz Xudo xolasa. Hop. Formulaga to'xtalsak, Trend Decoder 9 kod 618. Ikkalasini ham bir vaqtda o'zida bozorda ishlatishni sizlarga tavsiya qilaman. Sababi bir-birini to'ldirib turadi, sizlarga qo'shimcha confirmation berishga yordam beradi. Hop, umumiy olib qaraganda bu ikkala formulani ham ishlatish uchun bizaga range kerak bo'ladi. Maksimumdan minimumgacha hosil qilingan punkt kerak bo'ladi. Hop. Misol uchun maksimum minimumgacha bo'lgan punktni olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi o'chir istalgan maksimumdan istalgan minimumgacha bo'lgan punktni olamiz. Time frame qiziq yo'q, lekin confirmation olishimiz uchun men maslahat beraman sizlarga. Eng ideal time frame H1 da ishlaganinglar ma'qulroq. Kichkina multi time framelarda ham ishlatsanglar bo'ladi. Lekin eng ideal sinalgan time frame bu formula uchun H1. Hop. Umumiy hisobda ko'rishimiz mumkin, bozor maksimumdan minimumgacha 210 punkt harakatlangan. 210 punkt harakatlangan. Hozir men sizlarga tushuntirib beraman formulani. Trend Decoder 9 ni birinchi, keyin kod 618 ni ishlatamiz. 210 punkt maksimumdan minimumgacha harakatlangan punktni e'tibor beramiz formulaga. 210 punkt. Ko'paytiramiz 9 ga. Ravno 1890. 1890. Men bu chiqqan natijani biza ildizdan chiqarishimiz kerak bo'ladi. 43.5. Hop. Formula shundan iborat. Juda ham oson, juda ham oddiy. Bu Trend Decoder 9 formulasi. 43,5 punkt biza minimumdan maksimumgacha sanashimiz kerak bo'ladi. Oxirgi minimumdan sirazi razvorot boshlandimiz, ishlataversanglar bo'ladi. Men kichkina joylarni ham ishlatsanglar bo'ladi. Razvorot boshlandim, sirazi ishlatinglar. Hop, 43 punkt sanadik. Oxirgi minimumdan 43 punkt tepaga sanaymiz. Hop, olgan korobkamizni 100% ga bitta liniya qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. 50% ga bitta liniya tushirib olamiz. Hop. Endi Trend Decoderni o'ziga to'xtalsak, bizada narx 43 punktli zonamizni H1 da yorib, to'liq tanasi bilan yopilganda bitta sham birinchi confirmation beradi sizlarga. Narx 100% li zonani 50% gacha borishi. Ikkinchi tasdiqi bo'ladi sizlarga kod 618 formulasi. Kod 618 da bunga qo'shib ishlatganingizda sizlarga aniq take profit beradi kirish zonalaring bilan birga. Hop, ko'rib turgan bo'lsanglar, imminna kelgan o'sha zonani 100% ga bozor pastga atkaz bergan, ustiga chiqib olgan, qaytib kelib 50% ni atrobotga qilib tepaga suryapti. Hop, endi kod 618 ni ishlatishimiz kerak. Umumiy olingan punktimiz kerak bo'ladi bu uchun. Hop. 210 punkt. Ko'paytiramiz 6.18 ga. Ikkalasi ham pashti bir xil yo'nalishda ishlaysizlar. Faqat kod 618 ishlatganingizda sizlarda take profit ham aniqroq bo'ladi. Hop. Ravno 1297. Endi buni ildizdan chiqarishimiz kerak bo'ladi. Ildizdan 36 chiqdi bizga. Hop, birinchi qiladigan ishimiz oxirgi minimumdan 36 punkt tepaga sanab olishimiz kerak bo'ladi. Birinchisida ko'rgan bo'lsanglar 43 punkt chiqdi Trend Decoder 9 da.
618 da 36 sanaymiz. 36 sanadik. Endi imindan o'sha ko'rsatilgan chiqqan punktni 100% ga sizlar bitta liniya tushirib olasizlar, 50% ga bitta liniya tushirib olasizlar. Xo'p. Mana korobkani o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Endi yaqinlashtirib ko'ramiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, imindan ko'rsatilgan zonani trend dekoder 9618 ikkalasi ham почти что bitta liniyani beryapti. Lekin o'sha birinchi 100% liniyasini yorib o'tib tashqarida yopilishini kutamiz. Tashqarida yopildimi, o'sha liniyani o'zidan birinchi entry point qilsak bo'ladi. Ikkinchi zonamiz ikkinchi entry point zona hisoblanadi bizga. Xo'p, endi stopimiz qayerda bo'ladi? Stopimiz oxirgi minimumdan sal pastroqqa qo'yasizlar. Xo'p, biza birinchi kirish zonamiz bu liniya bo'lsa, ikkinchisi bu hisoblanadi. Xo'p, endi biza take profit kerak. Take profitimizda kod 618 formulamizdagi 1297 ni birinchi 3 ta raqami 129.7. Aynan ko'rsatilgan 129.7 punkt oxirgi minimumdan sanaganimizda bizaga take profit bo'ladi. 129.7 punkt tepaga sanaymiz. Biza kirganimizda, birinchi zonadan kirganimizda bizani take profitimiz birinchisi bu bo'ladi. Ikkinchisi ko'rsatilgan 129 punktli zonani 100% bo'ladi. Bu bizaga take profit bo'lib beradi. Xo'p, endi boshqa joyga yana ham tushunarliroq qilib ko'rsatib berishga harakat qilaman sizlarga. Bu buy uchun ishlaganda shunaqa holatda. Endi sell ga ishlatib ko'ramiz. Sell ga kelinglar shu joyni o'zini hisoblab ko'ramiz. Mana shu to'xtamasdan, nafas olmasdan o'chib ketgan joy bor u. O'shani hisoblaymiz. Biza punkt olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Umumiy bozor 544 punkt tepaga harakatlangan. Oxirgi minimumdan maksimumgacha 544 punkt harakatlangan. Bozor sirazi razvorot qilib, impuls bilan pastga tushgan. Xo'p, shunda biza kirish nuqtasi bilan stopimiz aniq bo'lishi kerak, take profitimiz aniq bo'lishi kerak. Bu uchun bizga yordam berar ekan trend dekoder 9 bilan kod 618 formulasi. Xo'p, bizga kerak bo'ladigan narsa maksimumdan minimumgacha, minimumdan maksimumgacha bo'lgan punktni o'zi, boshqa hech narsa ishlatmaymiz bu yerda. Xo'p, hisoblaymiz. 544 punkt. Ko'paytiramiz 9 ga. Birinchi formulani ishlatyapmiz. Ildizdan chiqazib olamiz. 70, 69 97. Xo'p, 70 punkt biza oxirgi maksimumdan pastga sanashimiz kerak bo'ladi. 70 punkt sanaymiz. Sizlar bu formulani ishlatayotganingizda istalgan time frame'larda o'sha ishlatsanglar bo'ladi. M1 dan tashqari iloji boricha aytolman sizlarga H1 da ishlatinglar. H1 da chunki o'sha aytolman, confirmation olganda shamni 100% ko'rsatilgan, belgilangan mana bu 100% li zonadan tashqarida qolishi muhim. Bozorda razvorot bo'lganini bilishinglar uchun. Xo'p, keyin 50% ga qo'yib olamiz. Ikkinchi formulani ishlatamiz, kod 618. Xo'p, 544 punkt ko'paytiramiz 6.18 ga. Shunda bizaga chiqadi 88 punkt. Endi bo'lib yuboribman, uzr. 544 punkt ko'paytiramiz 6.18 ga. Shunda bizaga 3362. Endi bu chiqqan sonni biz ildizdan chiqazib olamiz. 57.9. Bu 57.9 bizaga entry point zonamiz bo'ladi. Shu zona yorib o'tilganda bizaga confirmation beradi. Mana shu joyda, endi mana shu joyda reversal point, razvorot bo'lganini bizaga aniqlaydigan, confirmation tasdiq beradigan zona shu hisoblanadi. 57 punkt chizganimizda 57 punktdan tashqarida yopilganda, trend dekoder chizganimizda ham endi mana shu korobkani 100% dan tashqarida narx yopilganda razvorot bo'lganiga tasdiq bizaga kirish nuqtasi 100% va 50% bo'lib beradi. Endi 58 punktni maksimumdan minimumgacha chizib olamiz. 58 chizib olamiz. Xo'p, ko'rsatilgan zonani 50% va 100% bizaga kirish zonasi bo'lib xizmat qiladi. Formula juda ham oddiy. Har qanaqa razvorotni bemalol olisha olasizlar.
ozgina sabr bilan, lekin tizimdan chiqib ketmasdan ishlasanglar bo'ldi. Xo'p, endi bizga take profit kerak. Take profitimiz 3362. Bu bizga tepa bo'ladi. Xo'p, 336 deb olamiz. 4 xonali son bo'lsa, 3 xonasini olamiz. 5 xonali son chiqqanda 4 xonasini olamiz. Bizga 336 punkt bu take profit bo'lib beradi. 336 punkt. 336 punkt. Aynan mana shu ko'rsatilgan take profitimizni 100% take profitni olmaguncha sizlar zilkadan chiqmanglar. Har doim maslahat beraman sizlarga, oxirgi minimumdan qo'yib sanaysizlar. Kirish zonadan emas, oxirgi maksimumdan, bozor razvorot boshlangan joydan, haydan boshlab sanaysizlar take profitni. Xo'p, o'zi qoidasi bo'yicha razvorot boshlangan nuqtadan 50% dan qo'yib sanaladi. 50% dan qo'yganingizda 3 sizlarga confirmation beradi, ko'rayotgan bo'lsanglar. Lekin sizlarga maslahat beraman, har doim strafovkani olgan holda oxirgi maksimumdan yoki oxirgi minimumdan take profit hisoblashi. Xo'p. Endi mana shu joyda o'zidan hisoblaymiz tepaga. Mana shu katta joyni olamiz. Maksimumdan minimumgacha punkt olamiz. 298 punkt. Xo'p. 298 punkt. Ko'paytiramiz 9 ga. 2682. Shuni oldingizdan chiqazib olsak, 51.7. 51.7 ni oxirgi minimumdan sanaymiz. 51.7. Aynan mana shu ko'rsatilgan 51.7 punktni 100% dan tashqarida H1 da svecha yopilganda narx 100% bozorda umumiy olgan rangeimizdan 50% gacha boradi. Istalgan joyda sinab ko'rishingiz mumkin. Dinozavr paytidan boshlab hisoblab kelsanglar bo'ladi, xohlasanglar. Xo'p, endi 50% ga ham liniya qo'yib olamiz. Sразу ikkinchi formulani ishlatamiz shu joyda. Chunki ikkita liniya beradi, bizga qo'shimcha confirmation bo'lib beradi bu. Yetib kelmadi, kelmay qolmadi degan narsa bo'lmaydi sizlarda. Xo'p, endi 298 punktimizni ko'paytiramiz 6.18 ga. Shunda bizga 1841 punkt chiqdi. 1841 sonni ildiz ostidan chiqazganimizda 42.9, почти 43. 43 punkt sanaymiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ozgina o'tib ketgan joyi ham iminni o'sha 618 ga to'g'ri kelyapti. Lekin sizlarga maslahat beraman, unutmanglar, har doim ikkalasini ham birga ishlatinglar. Sizlarga ko'proq qo'shimcha o'sha tasdiq beradi bu narsa. Xo'p, endi bizani kirish zonalarimiz aniq bo'ldi. Yaqinlashtirib ko'rsataman. Iminni korobka osmonda olib chizilmayapti. O'sha uchun ham sizlar yaxshilab e'tibor berganingizda ko'rsatilgan zonalarga kelib keyin bozor razvorot qotdi. O'sha entry zonalar ishlab bozor keyin razvorot qotdi. O'sha narsalarga ham e'tibor beringlar. Xo'p, endi bizga take profit kerak. Take profitimiz har doim kod 618 dan chiqadi. Shu narsani ham unutmanglar. 1841. 184 raqamini olamiz. Birinchi 3 xonali raqamini olamiz. 184 punkt oxirgi minimumdan tepaga chizishimiz kerak bo'ladi. Hop, 184 punkt. 184 punkt. Hop. 184 punkt. Mana bu bizning 100% take profitimiz bo'ladi. Stop oxirgi minimumda bo'ladi. To'g'ri, kirish zonamiz ozgina kattaroq bo'lib ketishi mumkin, lekin risk kontrol qilib, dalgasrokka ishlaganingizda bundan ideal strategiya topa olmaysizlar tekinga. Bundan keyingi chiqadigan strategiyalar bundan ham mo'shni bo'ladi. Hammasini birga, hamma formulalarni birga ishlatganingizda bundan ham aqlliroq ishlaysizlar bozorda. Boshlanishiga shu mavzudan boshladim. Xo'p, 184 punkt bo'ldi. Bu bizga 100% take profit bo'lib beradi. Bu aytganimdek, agar sizlar bozorda 100% korobkani tepasidan hisoblaganingizda, aynan o'sha 100% take profitni sizlarga razvorot zona ham bo'lib beradi. Lekin buni maslahat bermayman sizlarga. Juda ham agressivni ishlash, take profit qo'yish bo'lib qoladi bu sizlar uchun. O'sha uchun oxirgi minimumdan qo'yib hisoblaganingizlar ma'qulroq. Tak, endi shu joydan pastga ham hisoblasak bo'ladi, misol uchun. Shu joydan pastga ham hisoblasak bo'ladi.
Sraz razvorot boshlandi, take profitni olib berdi, значит razvorot yaqin deysizlar, и sraz pastga ham hisoblab ko'rasizlar. 234 punkt. Mana shu 234 punktni sraz hisoblab tashlaymiz. 234 ko'paytirilgan 9 ga, shunda 2106 ildizdan chiqazamiz 45.8. 45.8 ni oxirgi maksimumdan pastga qarab sanaymiz. 45.8. Ko'rayotgan bo'lsanglar, 100% zonadan tashqarida yopildi, qaytib kelib 50% ga tegdi. 50% dan tekkandan keyin pastga qarab suryapti bozor. 100% ga liniya qo'yib olamiz. 50% ga ham liniya qo'yamiz. Bu bizga entry zona bo'ladi mana shu ikkalasining o'rtasi aslida. Lekin kirish zonani sizlar birinchi liniya, ikkinchi liniya qilib olsanglar ham bo'ladi bemalol. Hop. Ketdi bu. 234. Ikkinchi formulaga o'tamiz. Ko'paytiramiz 6.18 ga. Shunda 1446 ildizosdan shuni chiqazib olsak 38. Endi biz 38 punkt chizamiz oxirgi maksimumdan 38. Vot. 38. Tak. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana 38. Uchi o'sha joyga to'g'ri kelgan. Xo'p, endi 50% ga ham liniya qo'yib olamiz. Bu bizani yorib o'tganda birinchi kirish zonamiz, chunki kelmasligi ham mumkin 50% ga. Har doim ham 100% ga urmaydi. Lekin 50% ga ham liniya qo'yganda bu ham bizga entry zona bo'lib xizmat qiladi. Oxirgi stopimizda bizani razvorot boshlangan maksimum yoki minimumdan o'ziga ham qo'yib qo'ysanglar bo'ladi даже. Bo'lmasam sal teparoqda bo'lsin. Xo'p, take profitimiz 144 punkt bo'ladi bizga. 144 punkt. 144 punkt sanaymiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bizani страховкali take profitimiz mana shu 50% qilib belgilab olsak, keyingi take profitimiz 100% bo'lib beradi. Xo'p, strategiya mana shundan iborat. Juda ham oson, juda ham sodda, hamma joyda idealni ishlab beradi bu sizlarga. Xo'p, endi kelinglar mana shu joydan pastga hisoblab ko'ramiz. Вообще sizlar uchun bektest bo'lib ketdi bu strategiya. Har bitta joyda ishlashini ko'rasizlar. Har bitta joyda idealni ishlab beradi. Adashmasdan ishlab beradi bu sizlarga. Ko'proq bektest qilib ko'ringlar, xudo xolisa bu strategiya sizlarning eng mo'shni strategiyalardan bittasi bo'lib xizmat qilishiga umidim bor. Xo'p, 315.9 ko'paytiramiz. 2835 ildizdan chiqazamiz 53. 53 bizga oxirgi minimumdan chizadigan, enter to'g'ri beradigan zonamiz bo'lib xizmat qiladi. 53. 53 ni 100% ga bitta liniya tushiramiz. 50% ga bitta liniya tushiramiz. Endi sirasi ikkinchi formulaga o'tamiz. 315 ko'paytirilgan 618. 6.18. Xo'p, 1946, 1946, 44. Значит, bizga 44 chiqqan son oxirgi minimumdan hisoblaymiz. 50% ga ham chizib olamiz. Xo'p, endi mana shu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana aytdim sizlarga. Birinchi 50% li zona bu ikkinchi kirish zona hisoblanadi. Kirish zonamizni asli 100% dan sizlar amalga oshirsanglar bo'ladi. Ko'rsanglar, kutsanglar agar qolib ketishinglar mumkin. O'sha uchun ham chizilyapti bu. Misol uchun 50-50. Bundan ham ketib qolishi mumkin, bundan ham ketib qolishi mumkin. Sizlar confirmation olasizlar, 100% dan tashqarida H1 da switch yopilganda 100% razvorot bo'lganiga sizlarga tasdiq bo'lib beradi bu narsa. Xo'p, 194 punkt. Bu sizlarga take profit bo'ladi. 194. Oxirgi minimumdan shuni sanab tepaga chizib qo'yamiz. 194. Xo'p, mana shu 100% li liniya bu sizlarga tepa bo'lib beradi. Adashmanglar. Xo'p, endi ko'rsanglar, misol uchun mana shu joyda ham bundoq hisoblaganimizda o'sha 100% ni olib berganda o'sha joylardan sizlar razvorot ham kutsanglar bo'ladi obratni. Agar tepadan qo'yib hisoblaganingizda, o'sha ketgan joydan hisoblaganingizda. Xo'p, strategiya shundan iborat. Juda ham oddiy, juda ham sodda. Yana tim bo'lish sizlarga ikkita formula birdan o'rgatilyapti. Bu sizlarning yana ham idealliroq, aqlliroq ishlashingiz uchun. Deylik, mana shu ob'yomni olsak, misol uchun. Tak. Maksimumdan minimumgacha. Kichik maksimum, kichik minimumlarni ham olsanglar bo'ladi. Endi prosta men sizlarga ko'rsatyapman, idealniy maksimum, idealniy minimumni olib ko'rsatyapman. Xo'p. Bozor 170 punkt. Pastga yurgan, sirasi razvorot qilgan. Tak, 170 punkt. Ko'paytiramiz 9 ga. 1530. 1530 ni ildizdan chiqazib olamiz 39.
Xo'p, demak biza 39 punkt tepaga sanashimiz kerak bo'ladi. 39. Xo'p, 100% ga liniya tushiramiz. 50% ga ham liniya qo'yamiz. Endi ikkinchisini ishlatamiz. Xo'p, 170 punkt ko'paytiramiz 6,18 ga. 1050. 1050 ni ildizdan chiqazib olamiz. 32. Xo'p, demak biza 32 punkt sanaymiz yana. Ko'rayotgan bo'lsanglar, vot. Vot. Xo'p. Ko'rayotgan bo'lsanglar 50% dan chiqqan, 50% dan chiqqan, pastga qaytgan, o'sha endi korobkamizni 50% dan tepaga qarab ketyapti. Bu sizlarga entry zona bo'lib beradi. Xo'p, endi take profitimiz kerak. Take profit 618 dan olasizlar. O'sha ildizga olgan ko'paytiruvdan chiqqan javobinglar 105, bu sizlarga take profit bo'lib beradi. Xo'p, oxirgi minimumdan 105 tepaga sanaysizlar. 105. Mana shu sizlarga take profit. 100% take profit. 100% take profitni olmaguncha sizlar zilkadan chiqmasinglarni maslahat beraman, iloji boricha. Xo'p, mana bu bo'ladi. Buni qo'yganimizda, misol uchun o'sha korobkani 100% dan tushirganimizda o'zi 100% dan har doim razvorot bo'lganini ham ko'rishingiz mumkin. Bu aytganimdek, agressiv qo'ymaysizlar tekda. Shuning uchun oxirgi minimumdan qo'yganingiz ma'qul. Shunaqasiga ham eng kamida 1 ga 3 ishlab olasizlar sizlar. Xo'p, strategiya shundan iborat. Juda ham oddiy, juda ham sodda, mukammal, iloji boricha misol aqlli ishlaydigan, ham kichkina joylarda ham bo'y joyda ishlatsanglar bo'ladi. Misol uchun bu narsani men ishlatib ham ko'rsatib beraman iloji boricha sizlarga. Xo'p, deylik, mana shu maksimumdan minimumgacha bo'lgan joy. Maksimumdan minimumgacha bo'lgan joyni olasizlar. 73.8. 73.8 ko'paytiramiz 9 ga. 664. Ildizdan chiqazamiz 25.7. 25.7 sanaymiz tepaga. 25.7. Xo'p. Tak, mana bitta bo'ladi bizani. Birinchi liniyamiz, ikkinchi liniyamiz bu joyda bo'ladi. Xo'p, endi 618 ni ishlatamiz. 73.8 ko'paytiramiz 6.18 ga. Shunda 451 chiqdi. Ildizdan shundoq chiqazib olsak buni 21.3. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ozgina farq qiladi o'zi ikkalasini razitsasi ham. 21.3. Bu bizga 100% birinchi entry point zonamiz, bu ikkinchisi bo'ladi. Xo'p. Endi take profitimiz 618 dan ildizdan chiqqan, mana bu 45.6 bizga take profit bo'lib beradi. Oxirgi minimumdan sanaymiz 45.6. 45.6 mana. Mana shu bizga take profit bo'lib beradi. To'g'ri, kichikroq take profit. Oxirgi minimumdan qo'yasizlar take profitni. Oxirgi minimumdan qo'yib berasiz. Qo'yib sanaysizlar. Xo'p. Shunaqa strategiya. Tak, endi bu yo'llarda o'tsak bo'ladi, misol uchun. Katta ob'yomlarda sizlar aniqroq tasdiqlab olasizlar. Noto'g'ri tarafga o'sha zilka ochmaysizlar. O'sha tasdiqlab olganingizdan keyin. Chunki nimaga? Bu trend decoder 9 o'rgatilyapti sizlarga. Agar trend decoder 9 dan tepada yopilganda tana любой joyda ishlatib ko'ringlar, bu globalniy razvorot degani. Xo'p, 494 punkt pastga oqqan bozor. 494 punkt ko'paytiramiz 9 ga. 4446. Ildizdan shundoq chiqazib olsak 66.6. Oxirgi minimumdan 66.6 tepaga sanaymiz. 66.6. Vot, mana bu joy. Xo'p, endi ko'rayotgan bo'lsanglar, har doim formuladan chiqqan zonalarga kebermas turib bozor razvorot qilmaydi. 100% dan chiqib olsa bo'ldi. 100% dan chiqib olishini kutasizlar, qaytib kelganda bemalol o'sha joy sizlarga entry zona bo'ladi. Sell kirib o'tirmaysizlar, buy bo'lsa buy bo'lsa, sell bo'lsa buy kirib o'tirmaysizlar bu formulani ishlatganingizda. Bu eng kamida sizlarga 80-90%, даже 100% sizlarga yordam beradi deb o'ylayman. Любой strategiyalar bilan qo'shib ishlatganingizda ham aniq entry, aniq take profit, aniq stop bo'lib beradi sizlarga. Eng muhim tasdiq bu yoqda. 494. Xo'p, endi dekoder 9 chizib oldik. Xo'p, 494 ko'paytiramiz 6.18 ga. Shunda 3052. Buni ildizdan chiqazib olganimizda 55 bo'ladi. 55.
Hop. Mana chiqib ketgan joylari ham даже 618 ga kelib o'tirganini ko'rishinglar mumkin. Hop, bizda take profit 305 punkt bo'ladi. 4 xonali son 3 xonasini olamiz. 305 punkt oxiriga minimumdan sanaymiz. 305. Mana shu bizga 100% lik take profit bo'lib beradi. 100% lik take profit. Ko'rayotgan bo'lsanglar, imенно ko'rsatilgan zonaning 50% ga ham kelgan. 50% ga kelib, bozor sekin pastga qaytib, yana bir marta o'sha enter berib, sizlarga tepaga ketyapti. Qaranglar, e'tibor bersanglar, 100% ga 50% ga kelib pastga tushdim. Короче, demoqchi bo'lganim 100% ni olmaguncha kelganda sizlar kiraveringlar. Mana shu imенно ikkita zonadan sizlar entry qilishinglar mumkin. Misol uchun bordi, 50% tegdi, pastga tushyapti. Lekin 100% ga borish kerak, 100%. 10 tadan eng kam 9 ta holatda 100% ga borib beradi. To'g'ri tasdiq bilan kirilganda. O'sha uchun aytmoqchi bo'lganim, 50% ga borib yoki yarim yo'ldan qaytib kelganda sizlar qo'rqib o'tirmanglar. Qayta sizlarga entry uchun zona bergan bo'ladi. Qayta entry uchun sizlarga o'sha imkoniyat berib ketgan bo'ladi bozor. Xo'p, yana bitta narsaga boya aytganimda e'tibor bersanglar, agar sizlar o'sha 618 100% dan qo'yib hisoblaganingizda boyagi chiqqan joyda bu katta ehtimol bilan 80-90% ehtimol bilan o'sha joydan bozor razvorot qiladi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Xo'p. Strategiya shundan iborat. Strategiya mana shundan iborat. Juda ham oddiy, juda ham sodda, juda ham aqlli ishlab beradi. Любой joyda, istalgan joyda ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p. Kelgan joydan bunday teskarisiga ham ishlatsak bo'ladi. 359 punkt. Selga ishlatib ko'ramiz, qanaqa ishlaydi. 359 punkt. Ko'paytiramiz 9 ga. 3231. Shuni ildizdan chiqarib olamiz. 56.8. 56.8 ni oxirgi minimumdan qo'yib sanaymiz. 56.8 degan mana shu joy. Xo'p, 50% ga bitta qo'yib olamiz liniyani, 100% ga ham bitta tushirib olamiz liniyani. Endi kod 618 ni ishlatamiz. Xo'p, 359 ko'paytiramiz 6.18 ga. Xo'p, 2218. Endi buni ildizdan chiqarib olamiz 47. 47 bundoq sal pasaytirsak 47 ga to'g'ri keladi vot. Xo'p, endi 100% ga bitta liniya qo'yamiz, 50% ga bitta liniya qo'yamiz. Bu 100% dan chiqqandagina qaytib kelganda sizlar entry qilasizlar. Bitta shamni o'zidan ham qilsanglar bo'ladi, tanasi bilan tashqarida yopilib bersa bo'ldi. Qaytib kelganda qo'rqmasdan o'sha zonalardan sizlar entry qilsanglar bo'ladi. Endi take profitimizni kod 618 dan ko'paytirilganda ildizdan chiqqan javobni olamiz. 221 punkt. Demak, bizga 221 punkt bu take profit bo'lib beradi. 221 punkt. Vot. Aynan mana shu ko'rsatilgan 221 bizga 100% take profit bo'lib beradi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, imенно o'sha joyga kelib bozor yana razvorat qilyapti. Xo'p, strategiya mana shundan iborat. Menimcha hammaga foydali bo'ldi degan umiddaman. Xudo xolasa mana shu ro'za oyining oxirigacha yana eng kamida 10 ta strategiya formula chiqarishga harakat qilamiz, xudo xolasa sizlarga. Telegram kanaliga kirsanglar, har doim idealniy strategiyalar plus feedbacklar plus ideyalar, signal kanallar haqida ma'lumotlarni olishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, sizlar bilan Rich Rais bo'ldi. Xo'p, hammaga rahmat, hammaga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Kutib qolinglar, bundan ham zo'r, bundan ham idealniy strategiyalar sizlarni kutyapti, xudo xolasa inshaalloh.